Xullas yalan u bo'ldi. Ikkisi ham qamoqqa olindi. To'liq videoni tepada. Shu aylangan holat yuzasidan ijtimoiy tarmoq faollari, 2 nafar blogerlar Yashnobod tumani ichki ishlar organlarini faoliyatini moqlash boshqarmasiga olib kelingan va ularga nisbatan qonuniy chora ko'rilmoqda. Siz borib vaziyatni to'liq o'rganmasdan, so'ramasdan, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yoki Prezidentga xabar bermasdan haydovchini bir necha marotaba qo'lingiz bilan, oyog'ingiz bilan tepib jarohat yetkazasiz. O'sha inson hozir shifoxonada. 2024-yilda sizga nisbatan aynan mana shu bezorilik 277-moddasi bilan chora ko'rilgan, ya'ni ikkinchi qismi bilan yana shu modda bo'yicha siz ko'chada hozir jamiyatda yurish-turish qoidasini qasddan buzib, shu O'zbekiston bir fuqarosini bir necha marotaba tana sohasini urib tashladingiz. Nima sababdan? Shoshib noto'g'ri ish qilib qo'ydim, shuning uchun pushaymonman. Kechiringlar meni. Otam, onam biz O'zbekiston. Hammalar kechiringlar. Bundan keyin agar narsa taqalib qoladigan bo'lsa, xodimlarni chaqiringlar. Bo'lmasa oxir xunuk yakun topar ekan.